men bugun duo o'qib kelayotgan, astoydil niyat qilib kelayotgan bir gap, ichkariga telefon kirish mumkin bo'lsin. Biz bag'rimiz kengligida, shuning uchun mana shu bilimli, tarbiyali fursat borida otni qamchilang. Bardavom taraqqiyotni Assalomu alaykum aziz ustozlar va O'zbekistonning eng faol qatlami. Ajdodlar merosidan kuch olib, o'zing ham yangiliklar qil. Qarshimizda ijod va san'at olamini zabt etishga shay bo'lib turgan yoshlarni ko'ryapman, sizchi? Men esa tadbirkorlikda, fermerlikda, qurilish va ishlab chiqarishda kattalar bilan tengma-teng ishlayotgan do'stlarimizning pozitiv energiyasini his qilyapman. Shunaqa o'rtoqlar. Sen mening nomusimsan. Nega umring safarida salom berding o'limga? O'zbeklarning bu dunyoda aytadigan ko'p hali, jadidlarning qancha ro'q ochgani yo'q hali. Bayramlar mübarek bo'lsin. Mukofotlar mübarek bo'lsin. Biz ham shularning qatorida muzeyda bo'laylik deyman-da. Nafasingizni so'roq qiling. Yaxshimi? Mirzabek aka, siz ham yoshlarsiz qanaqa? Hozirgi yangi O'zbekiston yoshlariga qanaqa imkoniyatlar? Ular har bitta jabhada juda faol. Bu yoqqa qarasangiz tadbirkorlik, bu yoqqa qarasangiz hamma jabhada faol. Nima masalani muxlislarman ustoz. Men yoshligimdan seni ko'raman. Assalomu alaykum, Shukur aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, valaka shepim, yaxshimisiz? Semirib ketibsizmi akajon? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum yosh kattalar. Qarang. Ustozlar, men sizlarni yoshligimdan ko'rib katta bo'lganman. Mana haqiqiy Qo'y shunaqangi muxlislarmanki, rahmat, tasavvur qila olmaysizlar. Otingiz nima edi? Bir shakar bitta rasm tushing. Bu senga imkon, isming porlasin tarixingda. Sevgine ihtiyacım vardı, görseydin. Bana gelseydin, etrimi duysaydın bir. Senden sadece dikkat istedim. İstediğim sevilen olum yolunu gözledim. Libosi bor millatim, qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim xudo bo'lsin agar mani kamda har dam. Sen bo'lmasan yo'limda, ayting ko'chalar. Bir vaqt ketdik, bir vaqt ketdik.
Yangi O'zbekiston uchun. Aziz yoshlar, bugungi bayram konserti yakuniga yetdi, lekin bayram qalblarda butun mamlakatimiz bo'ylab davom etajak. Bosgan izlarini bosib